Muallimning bir kuni. Bugungi qahramonimiz o'z kasbiga shunchalik mehr va sadoqat bilan yondashadiki, hatto shaxsiy mablag'ni ham maktab ehtiyojlari uchun sarflashdan to'xtamagan. U Samarqand shahridagi 19-umumta'lim maktabi direktori Ozoda Daminova. Uning bir kunlik faoliyatini kuzatish maqsadida biz ish kunini ertalab soat 7 da boshladik. Bu faqat oddiy kun emas, balki maktab, o'quvchilar va jamoat taqdiri uchun sidqi dildan xizmat qilayotgan rahbarning mashaqqatli va ilhomli mehnat kuni edi. Bilasizmi, hayot taqozosi bilan 4 nafar voyaga yetmagan farzandimni hanuzgacha esimda 2011-yil Moskva shahriga borib ishlaganman. Ya'ni o'sha o'zimga o'xshagan oilaga tushib 2 nafar voyaga yetmagan qizchasi, ya'ni eng katta qizi 2 yosh, eng kichkina qizi 1 yoshar bor oilaga borib shu bolalarga qaraganman. Vaholanki o'zimning eng kichkina qizim ham xuddi shu yoshda edi. Xudo rahmatli opamni qo'lida 4 nafar farzandlarim qo'lida qolishdi. 4 yil mobaynida o'sha yerda mehnat qildim. Bolalarimni o'sha katta qilaman, hech kimdan kam qilmayman deb. Qahramonimiz Ozoda Daminovaning opasi Halima Xudoyorova ham bolalarning tafakkurini rivojlantirishda katta hissa qo'shgan. U hatto Ozodaning 5 yoshli o'g'li Davlatjonni maktabga tayyorlab, uni 1-sinfga joylashtirgan edi. 4 yillik musofirlikdan qaytgan qahramonimiz yaqinlari bag'rida o'zini baxtli his qilar edi. Afsuski, oradan ko'p o'tmay Halima Xudoyorova olamdan o'tdi. Men bolalarimni tashlab keta olmadim, ko'zim qiymadi. Sababi bolalarim juda ham yosh edi. Men o'zim olimga maqsad qildimki, shu umumiy o'rta ta'lim maktabiga borib, ya'niki o'qituvchilik faoliyatimni davom etaman deb. Shu narsani aytayki, men mana shu Pastarg'om tumanining Chimboy mahallasiga borib, o'sha maktab 116-maktabga faoliyat yuritganman. Chekka-chekka qishloqlarga borib, o'sha o'quvchi yoshlarga ta'lim tarbiya berganman. Lekin mana shu ustozlarimning o'gitlari, yordamlari bilan, o'zimning sa'y-harakatim bilan Samarqand shahridagi eng namunali maktablardan biri 17-umumiy o'rta ta'lim maktabiga ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib faoliyat yuritdim. Bundan keyin Samarqand shahridagi xalq ta'limida chet tili uslubchisi bo'lib faoliyat yuritdim. Faoliyatim davomida mana shunday yutuq va kamchiliklarim ham bo'ldi. Kamchiliklarim ustidan ishladim. Hozir biz Abduhamidova O'g'loy Hasanovaning darsini tahliliga kiraman. Abduhamidova O'g'loy Hasanova haqida gapirsam, juda ham tirishqoq, bilimga chanqoq, o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilarimizdan biri hisoblanadi. MDH davlatlari o'rtasida Vatan iftixori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Marhamat, ushbu o'qituvchimizning darsini tahlil qilamiz. Ot so'rog'i nima? Lani qo'shayapmizdagi uni fe'lga aylantiryapmiz, ya'ni ko'zla bo'layapti. Endi illa qo'shimchasiga oladigan bo'lsak, mana qaq bu ota, qag'illa. Nima bo'layapti bu? Harakatni bildiryapti. Demak, fe'l so'z turkumi bo'lib kelyapti. Va ulla ba'zi vaqtlarda ulla qo'shimchasini ham fe'l oladi ekan. O'tgan darsni bir takrorlab olishimiz uchun kim aytadi menga fe'l so'z turkumining qoidasini? Jasmina. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar fe'l so'z turkumi deyiladi.
2018-yil 25-avgust kuni mana shu yopilib ketgan, 2 marotaba yopilib ketgan mana shu 19-umumiy o'rta ta'lim maktabiga kelib, mana shu o'rindiqda, mana shu joyda o'tirgan edim. O'quvchi yo'q, o'qituvchi yo'q, maktab ta'mirga muhtoj. 10 kundan keyin maktab tashkil qilinishi kerak. To'g'risi juda ham qo'rqinchli edi. Qanday qilib 10 kun ichida ham o'qituvchi, ham o'quvchi, ham maktabni ta'mirlayman degan uy xayolga botdim. Lekin o'z oldimga maqsad qildim. Ozoda, buni sen qila olasan, qo'lingdan keladi degan fikrga keldim. Va qarabsizki, shu 10 kunning ichida 75 nafar o'quvchi, 20 nafar o'qituvchi va shu bilan bir qatorda o'sha parta, doskalarni tashkil qilib, mana shunday harakat qildim. O'sha davrda xalq ta'limi bo'limi mudirining oldiga kirib, shu takliflarimni aytdim, boshqarma boshlig'ining oldiga, shu bilan bir qatorda viloyat hokimining oldiga, Erkinjon Turdimovning oldiga kirib, shuncha harakat qilishimga qaramasdan ular menga yordam berishdi. Shu yordamlari tufayli bugungi kunda o'sha toifasi yo'q o'qituvchilar, oliy toifa o'qituvchilarimiz 4 nafar, birinchi toifa o'qituvchilarimiz 16 nafar, ikkinchi toifa o'qituvchilarimiz 14 nafardan iborat, 44 nafardan iborat yosh pedagog kadrlarni bugun shu o'quvchi yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Azizlar, bilasizki, muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'limning sifatiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, til bilgan el bilar degan naqlni bejizga aytishmaydi. Hozirgi o'qituvchimiz rus boshlang'ich sinflarda dars berib kelmoqda. Yosh o'qituvchi bo'lishiga qaramasdan juda ham kreativ, o'z ustida ishlaydigan, yaqinda birinchi toifani qo'lga kiritdi. Boshida umumiy o'rta ta'lim maktabiga ish so'rab kelgan paytda men ozgina o'ylangan edimki, bu o'qituvchi dars bera oladimi degan savol paydo bo'ldi. Lek mana bugungi kunda 42 nafar o'quvchilari bor. Ya'ni xususiy maktablarga olib ketdi ota-onalar, lekin o'qituvchimning shunchalik mehnatsevarligi, o'z kasbining ustasi bo'lganligi sababli yana ota-onalar qaytarib olib kelishdi. Darsni tahlilga kiramiz. Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Мы с вами знаем, что у нас есть разряды местоимений, которые мы с вами проходили, это личные местоимения. К ним относятся я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. Также мы знаем, что у местоимений есть единственное число и множественное число. Хорошо, молодцы. Теперь мы с вами сыграем следующую игру. Будет участвовать у нас третий ряд. Пожалуйста, приготовьте свои магнитики. И у вас здесь будут карточки, вы будете клеить на ту доску. Понятно? Да. Начинаем. Давайте, прям вместе по двое можно выходить. Пожалуйста, Амалия, идемте вы дальше. Отлично. Ага, молодцы. Dars juda ham qiziqarli o'tdi. Yosh o'qituvchimiz bo'lishiga qaramasdan, hozir Tojiyeva O'g'loyda darslarni tahliliga kiramiz. Samarqand pedagogika, Finlandiya pedagogika institutining talabalari bizda amaliyot o'tashadi. Hozir ushbu dars jarayonini kuzatamiz. Bugungi mavzuyimiz dengiz suvi nega sho'r degan mavzuga keldik. Biz siz bilan bu mavzuni chuqurroq o'rganishimiz uchun o't o'chiruvchi metodidan foydalanamiz. Demak, bolajonlarim, o't o'chiruvchi metodlarimizda olovimizni o'chirish uchun uning savollariga javob berishimiz kerak. Demak, siz savollarga tayyormisiz? Ha! Juda yaxshi.
doskaga savollarga qaysi o'quvchilarimiz chiqadi? Biz o't o'chirish uchun nima qilamiz? Chiroyli taxlaning. Demak, Firuzjon tayyormisiz? Boshladik. Demak, birinchi o't o'chiruvchi qaysi olovda o'chiramiz? Demak, qanday savol paydo bo'ldi bu yerda? Sirli sandiqni hikoyasini kim yozgan? G'iyos Komilov yozgan. Ofarin. Birinchi olovimiz o'chdimi? Ofarin. Ikkinchi olovimiz o'chishiga kim yordam beradi? Sevinch yordam beradi. O'chiramiz. O'qiymiz. Abdulla Qahhor qaysi qishloqlarda yashagan? Qo'qon qishloqlarida yashagan. Juda yaxshi. Keyin yana u Oqqo'rg'on. Oqqo'rg'on, keyin Buvayda shaharlarida yashashgan. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir Jo'rabek Baxtiyorov, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir eslab kelayotgandim. Qanaqa yutuqlarga erishdik? Qanday edi? Qanday bo'ldi? 2018-yilda mana bu jarayonlar edida, qarang, hozirgi kunda mana yangi binolarimiz tashkil etildi. Mana yangi o'quv xonalarini qarang, mana hozirgi kunda mana yoshlarimizga yaratilgan mana bu sharoitlar, bu juda ham bir ko'zni quvontiradigan darajada-da. Albatta, bu hammamizni mehnatimiz, hammamizni tashabbusimiz. Muhtaram prezidentimiz mana shunday sharoitlarni yaratib berayotgan, o'sha rahbarlarni eshitib, ularni dardini eshityapti hozirgi kunda. O'zbekiston esingizdami, 22-yilda biz mana shu o'quv binomizda quvvat pastligi sababli, ya'ni xonalarga ehtiyojimiz ko'pligi sababli yozmagan joyimiz qolmagandi va bizning mana shu murojaatlarimiz ta'lim vazirigacha yetib boradi deb o'ylamagandik, esingizda bo'lsa. Bizlarni hayratga solgan holatlardan bittasi, respublikadagi 11 mingta maktabning ichidan aynan bizning yo'l ustida emas bo'lmasam, mahalla guzarda ichidagi maktabga ta'lim vazirining o'zi shaxsan kirib kelishi, hozirgi tashqi ishlar vazirimiz Baxtiyor Saidov kirib kelganligi va unga siz xat bilan murojaat qilganingiz va shu xatni javobsiz qoldirmaganini o'zi bizlarni hayratda qoldirib va bunda juda qisqa fursatda bizlarga sentyabrgacha 240 o'ringa mo'ljallangan bino qurib berishini va'da qilganda biz o'shanda ishonmagan edik, esingizda bo'lsa. Lekin bu narsa ro'yobga chiqqanini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. 3 oy muddatda ichida mana yozda o'zida o'quvchilarimiz shu maktabga kelgancha 240 o'ringa mo'ljallangan eng zamonaviy qurilish asnolarida qurilgan va endi qish yoz mavsumlarida qulay bo'lgan sharoitlar yaratilgan o'quv binosi qurilib berilganligiga o'zimiz ishonmagan edik. Ha, aytmoqchi, ilmiy ishingiz nima bo'lyapti? Xudo xolasa, jarayonda mana shu faoliyatimizni amalga oshirib boryapmiz mana. Maktabimizda yer maydoni yo'q. Shuning uchun biz yashil makon doirasi yuzasidan daraxtlar ekolmaymiz. Ammo yam-yashil archalarimiz bor. Bolalarga bu zavq bag'ishlaydi. Yer maydonimiz bo'lmaganligi sababli biz o'sha jamoamiz bilan birgalikda pomidor, ko'chati, shu bilan burg'ol qalampiri va boyimjon ekkanmiz.
Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Ya'ni mana bugun bizda shunaqa taklif va tashabbus bo'lyaptiki, muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'limning sifatiga juda katta e'tibor qaratilayotgan bir paytda biz bugungi kunda o'sha o'quvchi yoshlarga ta'lim bilan bir qatorda tarbiya berishimiz kerak. Va shunaqa jarayon bo'lyaptiki, o'quvchi yoshlarni ta'limga jalb qilish uchun ayniqsa o'qituvchilardan katta mas'uliyat talab etilyapti. Sizlardan taklif bilmoqchiman. Qanaqa takliflarimiz borki, mana shu bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan alohida ishlash, o'sha ota-onalarni ham maktabga jalb qilish uchun kimning taklifi va tashabbusi bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Direktorimiz tomonidan bizdan taklif so'ralganda biz shunaqa takliflarni berishimiz kerakki, u o'quvchilarni kelajakdagi yutuqlari uchun manfaatli bo'lsin. Bo'sh o'zlashtiradigan o'quvchilar har doim uchrab kelgan. Bu masalani yechimini aniqlashda ota-onalar bilan ko'proq ishlash kerak. Sinf rahbarlari, mahalla, ota-ona, maktab birlik jamoasini shakllantirib borish kerak. Hamkorligini shakllantirib borish kerak. O'shaning uchun meni taklifim ustoz shogird an'analarini yo'lga qo'yib, mana bu yangi kelgan o'qituvchilarimizni ustozlarga biriktirib, o'shalardan o'ziga xulosa chiqartirib, shu o'zlashtirishi past o'quvchilarni ustozlardan o'rganib, shular bilan ishlashni taklif beraman. Rahmat, o'tiring. Mana bugun biz ochiq darslarga kirdim. Shaxsan o'zim Abduhamidova O'g'loy Hasanovaning darsini tahlil qilganimda, albatta o'quvchilar ushbu dars jarayonida juda ham faol qatnashdi. Dars qiziqarli bo'lib o'tdi. Ya'niki ushbu o'qituvchi o'zini maqsadiga erishdi. Vaholanki har bitta o'qituvchi bilan biz alohida individual ishlasak, o'sha darslarga qiziqtira borsak o'quvchini, har bitta o'quvchini mana shu 45 minut dars sifatli ta'limni amalga oshirsak, biz maqsadga muvofiq bo'lamiz. Nurkida Sabirovaning darsi juda ham qiziqarli o'tdi. Tarqatma materiallardan foydalanildi. Bundan tashqari o'quvchi yoshlarni, ularni hammasini darsga qiziqtirishimiz kerak. Nurkida Sabirovna, bu bo'yicha ham sizga alohida taklif, yanadaroq o'z ustingizda ishlasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Tojiyeva O'g'loy, darsiga kirdik. Albatta dars qiziqarli o'tdi. O'tiringlar hurmatli o'qituvchilar. Yana nima demoqchiman? O'quvchilarni hammasi ham mana shu mavzuga qiziqishi bor, lekin uni alohida e'tibor qaratsangiz, ya'niki doskaga o'sha mana shu bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni jalb qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki siz guruhlarga bo'lib o'tdingiz, men shu narsani sezdim. Lekin ushbu guruhlarda ham bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar borligi yaqqol seziladi. Rahmat. Men o'ylaymanki, qolgan o'qituvchilarimiz ham mana shunday bir-birini darsiga kirib, darslarni kuzatsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Charchagan emas, men notaga kirmayapti. Bu buzilganmi, nima bo'ladi? Qilmasakchi xush aka buni. Qilish kerakmi?
Bir, ikki, uch. Maktab mening eng qiyin davrlarimda qanot bo'ldi. Sababi otam olamdan o'tganida, akam, xudo rahmatli opalarim olamdan o'tganda men mana shu maktabga kelib o'zimga kuch olganman. Sababi mana shu bolalarni ko'rib, jamoamni ko'rib zavq bag'ishlagan. Har bitta mana shunday qiyin damlarimni mana shu maktabga o'tkazganman. Albatta har bir inson oldida maqsad qilib qo'yadi. Maqsadi shundan iboratki, men albatta erishishim kerak. Shu narsani qila olishim kerak, qilishim kerak va natijaga erishaman degan maqsadni oldiga qo'ysa, ushbu maqsadga erishadi. Yana shunaqa damlar bo'lganki, ba'zida ta'til paytiga ta'tilga chiqsam, uyda o'tira olmayman. Sababi fikri xayolim shu maktab, o'quvchilar, jamoam. Bir kun kelmasam men tasavvur qila olmayman. Ta'til tezda o'tib ketadi, lekin maktabga kelib o'tirgan damlarim esa esda qolarli bo'ladi. Ayniqsa mana shu yangi binoni qurilishida 3 oylab mana shu yerda o'tirib, vaqti keldiki, mana shu 60 ta ustolarga ovqat pishirgan damlarim bo'lgan. Har bir insonni esda qoladigan o'sha ya'niki o'gitlariga tayangan, suyangan ustozi bo'ladi. Ya'niki mening ustozim o'sha Samarqand davlat universiteti qoshidagi litsey internatda ham ta'lim, ham tarbiya bergan o'sha Hojiqulov Xurshid Xaxarovich, Mamlakat Ermatovna, Kibriyo Vahobovna, Hamdamova, Imomova kabi ustozlarimni har doim eslab turaman va har o'sha bayramlarda o'qituvchilar va murabbiylar kunida borib tabriklab kelaman. Allo, ustoz? Men keldim ustoz, keldim men. Sherda. Labay. Bo'ldi, men kutaman ustoz. Xo'p, mayli, xo'p. 2 minutda bo'laykanlar. Mana bu siz ko'rib turgan bino Samarqand davlat universiteti qoshidagi litsey internat edi. Ushbu litsey internatga 1996-yil tanlov asosida o'qishga kirganmiz. Ya'niki jurnalistika fakultetiga o'qishga kirganman tanlov asosida. Sinfimizda 35 nafar o'quvchilar bo'lsa, o'sha 35 nafar o'quvchilardagi Samarqand davlat universitetining professor o'qituvchilari ham ta'lim, ham tarbiya berishgan. Mana shu bino esimda, kechagidek esimda. Biz har doim chiqib, qo'limizda kitob o'tirib olib, sinfdoshlarim bilan kitob o'qiganmiz. Bo'sh vaqtlarni o'zi bo'lmagan, to'g'rirog'i. Bugungi kunda mana shu litseyda bitirgan o'quvchilar o'sha respublika prokuraturasida, Gen prokuraturasida faoliyat ko'rsatyapti, Oliy sudida faoliyat ko'rsatyapti, Ichki ishlar vazirligida, shu bilan bir qatorda prezident administratsiyasida, Ichki ishlar vazirligida, Xalq ta'limi vazirligida har bir sohani vakili bo'lib kelmoqda. Endi bizga ta'lim tarbiya bergan o'sha o'qituvchilarni yodga olmasam bo'lmaydi. Mamlakat Ermatovna, Tursunqulov Baxtiyor aka, Kibriyo Vahobovna, Hamdamova, Dilarom Rustamovna, rahmatli Imomova. Mana shu ustozlar bizga ham ta'lim, ham tarbiya bergan. Bizlarni mana shunday yetuk inson bo'lib yetishishimizga mana shu o'qituvchilarimiz asqotgan. Mana shu yerda olgan bilimim bilan men Samarqand davlat chet tillar institutini yakunladim. Shu bilan bir qatorda mana 2024-yil Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy maktabini magistratura bosqichini yakunladim. Endi ilmiy ish qilish jarayonida turibman. Albatta, har bitta erishgan yutug'im bu ustozlarimning o'gitlari hisoblanadi. Pand va nasihatlar ham. Aka, siz shu yerda ishlaysizmi? Bitta mana shu ustozimni qo'yib yuboring. Bitta shega mashina qo'ysinlar, ko'p emas. Mana shu yerga tursinlar.
chiqib ketamiz biz ham. Mana shu yerda o'qiganmiz-da mana. Ha, mana shu yerga qo'ysalar. Qaynab qolgan qizginam. Yaxshimi? Men nimadan xursandman? Odamning shogirdlari davomida juda ko'p bo'ladi. Lekin yuragingizni to'g'ridan joy olgan, doim sizni unutmasdan har doim yo'qlab turadiganlari kamroq. Buni ochiq aytamiz, chunki ishchi, xizmatchilik, hamma turli tomonlarga ishlarga ketishadi. Har doim ham yo'qlashga imkoniyatlari bo'lmaydi. Bitirganidan beri Ozoda meni unutmaydi. O'qituvchilar kunida xohlasam, xohlamasam Ozoda kirib kelaveradi uyimga. Sezaman. Biron joyga chiqish lozim bo'lsa chiqmayman-da. Bugun Ozoda keladi, baribir deyman. Aytganimdek yarim soat, 1 soat o'tmasdan Ozoda qizim kirib keladi. Kirib o'tiramiz, bir piyola choy ustida o'zini tafsilotlarini aytadi, qiyinchiliklarini aytadi, maslahat so'raydi. Men ham bunga qo'limdan kelgancha o'zim tajribalarimdan kelib chiqib maslahatimni beraman. Bilasizmi, o'qituvchini ota-ona bilan qiyoslashadi. Sababi har bitta o'qituvchini bizga bergan ta'lim, tarbiyasi va o'gitlari doimiy ravishda esda qoladi. Balkim shu ota-onam bo'lmaganligi sabablimi? Shu ajab emas, yo onasini, yo otasini qayerdir mehrini menda tuygan bo'lishi mumkin. Shunchalik o'quvchilarim orasida menga mehr qo'ygan o'quvchi bo'lib qoldi-da bu menga. Hozirgacha mana ustoz deb hurmatimni joyiga qo'yib borib, mana shundoq yelkamga bir boshini qo'yib, meni tilaklarimni eshitib, meni duolarimni olib keladi. Shuning uchun bu adashmadi hayotda o'qituvchilikni tanlab. Mana shu yerdan kirish qismi edi. Mana shu lineyka qilardi-ya. Ha, shuni esladim hozir, lineyka qilib. Mana bu yoqqa turib olardim-da. Lineyka bo'lasdi. Bitta ballarni ko'rib kiritardik. Yutuqlari haqida gapirib Har kuni o'tasiz. ertalab kechangi kuni hisobotini berib, o'quvchilarning yutuqlarini, kamchiliklarini aytib, undan keyin dars boshlar edi-da. Bu yerda yoningda kim o'tirardi? Yonimda Sultonov Valisher o'tirardi. Valisher o'tirardi. Valisherning yonida Abdiyev Rustam bor edi. Kamoliddin To'xtayev bor edi sinfimizda. Mardonov Jahongir, Ochilov Xurshid sinfdoshimiz, Guli Sanaqulova. Bugungi kunda Sanaqulova Guli ham ta'lim sohasini tanlagan. Dilnoza bor edi, Xudoyorova, Zarina bor edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli ustoz, xo'p, salomat bo'ling. Ushbu maskan meni hayotimga tetapoya qo'ygan oliygoh hisoblanadi. Oliygohda 4 yillik o'qigan damlarim men uchun go'yo asrga tatigulikdir. Chunki bu yerda, bu oliygohda men o'zimga juda ko'p do'stlar oldim. Hozir ko'rib turgan ushbu bino afsuski Samarqand davlat chet tillar instituti emas. Chet tillar instituti boshqa binoga ko'chirib o'tildi.
Davlatjon o'g'lim, uydamisan? Ha, chidaman aya. Nima qilyapsan? Bitta ishlarim bo'ldi shunaqa. O'qishing qanday bo'lyapti? O'qishim bo'ladi. O'qishlar tugab qoldi. Bugun nega vaqtli kelding? Ishlarim qilib bo'lgandi, bitta joyga borishim kerak edi shunga. Qo'shiq aytishni menimcha rep usulida emas, balkim klassika usulida aytsang yaxshiroq bo'lardimi degan umiddaman. Chunki baribir hozirgi kunda klassika endi yanada o'sha zamonaviy bo'lib boryapti. Loyihamiz boshida aytgandek, ko'plab insonlar chet ellarda yoki dam olish maskanlarida dam olsalar, men esa mana shu yerga kelib farzandlarim bilan birgalikda dam olaman. Madaniy hordiq chiqaraman. Bugungi mavzuyimiz dengiz suvi nega sho'r? Dars juda ham qiziqarli o'tdi. Yosh o'qituvchimiz bo'lishiga qaramasdan maskan meni hayotimga tetapoya qo'yilgan oliygoh hisoblanadi. Men har kuni ishga kelar ekanman, yuragimda bitta tuyg'u bilan yashayman. Bu yurt mendan xizmat kutyapti. Shu bois qanday qiyinchilik bo'lmasin, ortga qaytmasdan tinmay mehnat qilishni, har bir bola taqdiri uchun mas'uliyat his qilishni o'zimga burch deb bilaman. Chunki vatanga bo'lgan muhabbat avvalambor fidoyilik va amaliy ish bilan namoyon bo'ladi. Ozoda Daminova natija uchun ishlaydigan, so'zdan amalga o'tadigan haqiqiy fidoyi rahbar. Uning sa'y-harakatlari tufayli mazkur maktabda hojatxona, sport zali, faollar zali hamda 240 o'rinli yangi bino barpo etildi. U o'z hayoti bilan isbotladiki, agar inson chin dildan harakat qilsa, har qanday orzu albatta amalga oshadi. Shunday jonkuyar, latofatli qahramonimizga sog'lik, salomatlik tilab xayrlashdik.